qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining birinchi qismining davomini anglatamiz. Bu yer yurtqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratli kengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'lkaga tutdim. Bağla turib ketsin. Sizga bağның kerki yo'q. Hey oğlum, yamanlıktan özünge hemrah bolgay. Sense kulunu kanlı patırmak ikensen de. Eysin laçı, hem de kanda kılıbet. Bulanın kalı harvısı da toşkan tutulgalıkını unutup kaptı Urgoval. Tömer akamın kabrisini karafat bozken. O kabridin hilimi, derya. Hasret, nadamet yaşları yıkıp duruptu. Yıkıdın kıçıp, yıkılıp ölgüce. Meydanda ilişip ölge yaxşı. Ben bir tamçı kıyım kaldık soğuşumen. Düşmenge el boluduğun hocun yaz. Tıkı anısının karnında dergi düşmedi. Haji o'zining hujrasiga kirib, kirsin lampani yoqdi-da, uning g'uvay yo'riqiga qarab o'tirib, xayolga ketdi. Temir xalbi yig'ilqidagi bir muncha ishlar uning ko'z oldidan bir-birlab o'tishga boshladi. Seg'izxon laqami bilan Shah Maqsudga maxfiy nomalarni avatib turgan yosh imomning muloyim chiroyi bilan yilqi ozg'on tubida temir xalbiga o'q chiqargan To'xti Sayfonning so'zinchoq xunuk yuzi ko'z oldiga keldi. Qari bo'siqning qiliqlarini o'ylab kulib ketdi. Hay pelek. Bir yaxshiga bir yomon har joyda bor yar sanam deb bekor aytmabdi ekan. Mao tozni qaramamdigan. Helitillah mening piyimga tushib, kushanda bo'lishga boshlabdi. Voch chiqamchi toz. Men senga o'xshash amal mansabni deb o'rdining yaliqini yalab yurgan odam emas. Ammo o'zingni oshkorlab qo'yganingmi yaxshi bo'ldi. Atsi chashqaq vaqtida Xo'janiyaz hoji yo'l lozimatliklarini elish uchun bir odami bilan saroydan chiqishiga to'p-to'g'ri o'zi tarafga qarab kelayotgan Maqsud muhiti bilan Haydar apandini ko'rib qoldi. Ular hojini uyga taklif qilg'ili kelgan ekan. Hoji ati yo'lga chiqadiganligi uchun o'zra so'radi. Sizni ranjitib qo'ydim. Meni kechiring. dedi Haydar apandi sal o'ng'aysizlanib. Xo'janiyaz hoji qaqoqlab kulib ketdi va Haydar apandining qo'lini tutib turib mundoq dedi. Rostimni aytsam, tunigan meni uy qopliniga o'xshatganingizga achchiqim kelgan edi. Lekin keyin o'ylab baqsam, bu gapningmi biroz yo'li bor ekan. Ammo men qoplonni ko'rgan, qoplonnimi o'ylab boqqan. Qoplon, qachonli bo'z qoplon. U qo'lga o'gindigan nima emas. Bizda uymishki degan gap bor. Uy qoplini degan gap yo'q. Bo'pti. Siz degan uy qoplinimi bo'p turay. Lekin bu qoplon qachonli bo'lsa, o'z makonini topmay qo'ymaydi. 5-bob. Kim ayiblik? Agarcha podshoh qilsa yomonlik, nechuk bo'lg'ay ra'iyatda omonlik. So'pi Alloh yar. Baş kuz kunlarining biri. Namoz peshindan keyin Xo'janiyaz hoji Vang o'rdisiga yaqin joylashgan chaqqang'ini bir qo'ylining o'zim baringa ostidagi supada qapqara saqili maydasiga tushib turgan sumbatliq bir kishi bilan paranglashib o'tirdi. U kishi qumul tog'liqlari kiydigan oq kiygiz talpikini sal orqasiga ishtirib qo'yib, qo'yib qoshlari ostidagi yo'g'on ko'zlarini Xo'janiyaz hojiga tikkan peti uning gapiga diqqat bilan quloq soladi. Ko'rinishidan 40 yoshlardan oshgan bu kishining kang yelkilik qatong'ur gavdasi uni texmi hayvatlik ko'rsatib turadi. Bu kishi
Tömür xalpi qo'zg'olonining asosli yo'lboshchilaridan biri va qo'zg'olonning dastlabki kunlarida qurbon bo'lgan Niyaz polvonning inisi Qosim polvon edi. Qisqasi, rostilla uy qopliniga o'xshashadigan bir nima bo'lib kelyapman. Mushuk chig'ida chashqan tutudi. Qarchig'imi to'shqan ovlaydi. Biroq men qonida bo'g'ib qo'yilgan lachinga o'xshashib qoldim. Polgon bir şey bo'ldim deb, 1,5 yildan beri quruq ordini qo'riqtab, lolni ishdak tam yaqilab yuribdiman. Mushumi ish bo'ldimi? Qarsla. Aslida ordiga kirib olsam, jiqroq qo'ral yaroqqa ega bo'lib, hamma o'chimni birla olay dedim. O'zlaza temir xalpamga o'xshash, Shamaqsutning go'shini o'zining yig'ida qo'ruy deb tikaladi-da. Hay, kelmagan talayda onaning haqqi bormi degan gap rost gapkan. Azroilning Shamaqsutni bu olamda o'tkazgan tutmas tugumas gunohlari uchun u olamda javob bergay deb yoqsidan so'rab aketkinini qaramamdigan. Onun ustiga yangi Jangjong apyunkash nazarni Urumchiga qichqartib chiqib, qopqonga tushgan tulkiga o'xshatib qo'ydi. U ande qumulga hargiz kelmaydi. Urumchidan kelgan amaldorlar terilg'iyalarni mo'g'a olimiz deb qumulvonliqining tomurg'imi palti chipivatdi. Aytinga, endi men kimdan o'ch olaman? Shuningza, men yurtga ketib, o'z tirikchiligimni qilay deb edim. Ammo ko'ryaptidlar. Hökumetning terilg'iyalarni mo'g'a ilish degan bir nimasi ot Aylaxonga, yo'l Sarixonga deb terilg'iyalarni biz xalqdan tortib olib, o'z kishilariga baxshanlik qilib berishgan. Bu qip-qizil bulanchilik emasmi? Buni ozdab, Liu-Liujangning lolmi cheriklarini qaramamdigan. Ketsi boqqa kirgan yov to'ngizlarga o'xshash quturib ketganini. Ular xalqning ziroatlariga itini qo'yib berib olsa, boqqa kirib o'g'irlik qilganini ozdab, o'g'irlagan mögölerini sivat-sivatni bozorga ochib setib olsa, dot deganni so'rab yurib urib olsa, qiz cho'konlarga nomussizlarcha cheqilib, oyoq osti qilib olsa, qani ilsilachu, buningga qanday chidig'ili bo'lsin? Endi nima qilay deydilar? Nima qilyaptim? Meni jidal majroga omroq demdilar. O'zimchi bo'lsa, yurtga ketib, tinch tirikchiligimni qilay deb edim. Ammo bu döyüzlarning zulmi Shamaqsutni ishib ketdi. Buni ko'rib turib, qanday chidaymiz? O'zlarni shu to'g'rida gaplashaylik deb qichqartgan edim. Endi tog'ochida bo'lgan ishdan xabarlari bormi? Qaysi ishni deydilar? Tog'och tavasidagi Jigdadiga yada makon tutgan Qosim xotanning qizi Xalchixon o'tgan ozni kuni tuqqan yo'qlaymiz deb eri bilan tog'ochiga mengib tikan. Yurt ichiga kiray deb qolganda 6 cherik ularning oldini to'rab, kala harvisini saysiga tutibdi. Buni ozdab bir cherik Xalchixonga esilibdi. Xalchixon cherikning qochtig'i birini sapdi. Cherik yomon niyatidan yanmay, yana esilib, bo'yniga qo'l saptigan. Xalchixonning eri Dugamat buningga chidab tura olmay cherikni dumbalashga boshlabdi. Qolgan cheriklar yopirilib kelib, taraf-tarafdan uni miltiqning poynigi bilan urib, bosh ko'zini yerib tashlabdi. Xalchixon eriga bo'lishib, cheriklarga yugurib tikan. Biri uning yo'tsig'i nayzi tiqibdi. Buni ko'rgan Dugamat ochiqig'i paylamay, qo'nchidan pichoqni chiqarib, heliqi cherikka yuguribdi. Shu arada yana bir cherik Dugamatning dumbisiga nayzini tiqibdi-da, hammasi qechib ketibdi. Al-yurt bu ishdan xabar tepib kelguncha Dugamat jon o'zibdi. Bu ahvolni ko'rgan xalqning o'g'isi qaynab, Dugamatning jasdi bilan qonga milinib yotgan Xalchixonni harviga silib, to'g'ochiga shan yomil qurg'ili kelgan amaldorlarning oldiga opiribdi. Yo'lbosmi mushularning orasiga. Bu döyizlarni qarmamdigan. U yerdan bu yerdan bir ikki qiz gap so'rab qo'yib, bu yojing, biz maslahatlashib ko'raylik deb uyga kirib ketibdi. Ondinchi ishning oyog'i nim bo'pti. Nim bo'lmoqchi? Zamona zo'rning tomosha ko'rning deb. Bir vaqtda yo'lbostas uydan chiqib, Shenjang darilla o'likni darhol ko'mib Xalchixon yarısini tengib olsin. Eliqi cheriklar tepilganda, ondan bu davoni so'raymiz debdi.
Demisimi hozir bu darilla nayti aldirash. Qolgan gapni keyin qilayli debdi. Seyitniyaz bova, o'zlar bildilar. Temir xalqining yigitlari orasidagi hiliq Hasan Cho'qurning dadisichu. Ha, shu odam oppoq soqolini silab turib, "Ha, yo'lbos begim, o'zlar bu amaldorning tilini biladigan bo'lgandan keyin ikki og'iz gap qilsili bo'lmandi. O'zlarmi musulmongo. Bu nohaqchilikka qandoq chidab turdilar debdi. Yo'lbos toz, chidasam chidamasam gap shu. Cheriklar tepilgani bir gap bo'lar debdi. Shu orada kimdir biri cheriklarni kim tepib kelgidek desa, yo'lbos toz, uning bilan sening qarin bo'lmasin. Bu hukumatning ishi deb silkib tashlabdi. Ha, ondinchu cheriklar tepilibdimi? Nadikini? Dugamat bilan Xalchixonning ota-onalari 3 kungacha yig'lab qoqshab, heliqi amaldorlar tushkun qilgan uyning oldidan ketmay turganda, Yamulning yoyillari to'qmoq kaltaklar bilan urib qo'g'labdi. Shuning bilan ish tugabdimi? Amschu, bu bechoralar nima qila olasin? Astag'firullah. Tog'dagi ishlarni anglislar, texmi o'g'illari qaynaydi. Yamulning Jisa degan amaldori har bir tog'ni o'zining uyida qilib oldi. Hamma ishda shularning degani hisob. Dorg'alar ikki ko'zi mo'ldirlab turadigan loti qo'nchoqqa o'xshib qoldi. Hammadan yomoni tog'larga joylashgan cheriklar bo'lakchilar haddidan eshib ketibdi. Ular hadislar bizga xotin ilibpa, ya bo'lmasa qiz juvonlar navbat bilan qishimizga ko'rib tursin deb dog'larni qistaydi ekan. Ularning orasida Qor shahardan kelgan qalmoqlar bilan Old shahardan kelgan Uyg'ur cheriklarmi bor ekan. Shu asnoda Ho'yli darvozasining taraqlab echilishi bilan Qosim polvonning gapi uzilib qoldi. Ko'k pashmat ustidan beliga o'q xaltasini bog'lab, miltiq ko'tarib olgan 20 yoshlar chamisidagi silva bo'yliq, qo'y ko'zlik, so'l engikida qo'noq tonisidek bir tal menga oshkori ko'rinib turgan chaqqan bir yigit o'pkisi og'ziga tiqilgan holda Ho'yliga yugurib kirdida salom berishni unutib, oldirab so'zlashga boshladi. U so'zlab o'tib, qora jiyaklik oq kiygiz qalpiqi bilan kang peshonasidagi munchoq tarlarni ertib qo'yadi. Uning aytishicha, boyadan beri 8 cherik suv qovuq mahallasidagi uylarni oqtirib, hamma tuzni bir chimdimdan qo'ymay bulab chiqibdi. Buningga chidayolmagan xalq suv qovuqqa to'plashib cheriklarni to'sib Bu yigitning o'zi xalqqa bo'lishib oraga kirib ekan, cheriklar yopirilib kelib, miltiqini tortib olmoqchi bo'libdi. Hey xotin taloq! Anan seni o'g'il bola deb tuqqanmi? Qo'lingdagi ko'saymidi? Bir ikkisining jinini senidan judo qilsam bo'lmadi. Man, otdan chiq. Yigit Ho'ylining bir chetidagi otxonaga o'qdek etilib kirib, to'qquliq turgan jada qoshqini yetilab chiqdi. Uninggacha hoji uydan hiliqa Mo'ng'ul qamchisini ochqib, sakrab otqa mindi. Jada qoshqa suv qovuq tarafga qarab quyundek chepib ketdi. Qosim polvon bilan hiliqa yigitmi keynidan yugurdi. Bu yigit Shopul degan tog'dagi So'pa Marganning o'g'li Niyoz degan bola bo'lib, so'l engikidagi hiliqi mengiga qarab, hammaylan uni Manglik Niyoz deydi. Manglik Niyoz kichkidan tortib dadasi bilan o'g'ga chiqib yurib, usta Margan bo'lib qolg'ashqa, bultur uni Xo'ja Niyoz hoji polvonlar qatoriga tanlab olgan edi. U bir yildan beri hojidan hech qachon bugungidek til anglab boqmaganligi uchun boyiqi gaplardan shundoq izo tortib ketdiki, yugurib ketayotgan bo'lsa-mu, hushi chiqib ketgan kishidek quliqiga gap kirmaydi. Shuning uchun Qosim polvonning "Ostroq, men yetisholmadim" deganini anglamay birar 100 qadamcha uzab ketdi. Hey, demisi rost emasmi? Cho'p-cho'ng yigit turib, oshu manqilaga oni bo'lganim nemisi? Bu qitimza burnimga rosa suv kirdi-da. Xap, o'zimdan o'tdi, deb o'ylaydi u. Qosim polvonmu Xo'ja Niyoz hojining mijozini belgishga bir tarafdan bugun bir cho'ng majra chiqib qolmag'aydi deb alsirisa, yana bir tarafdan uning qo'liga qurol olmay bir tal qamchi bilan cheriklarning oldiga ketib qolganligidan alsirab, jinining boricha yuguraydi. Degandekla, ulardan burun suv qovuqqa yetib kelgan hoji cheriklarning 10-20 odamni haydab ketayotganini, ayol aralash birar yuzcha odamning dod-faryod ko'tarib turganligini ko'rdi-da, "Hey, qo'rqinchoqlar! Nima deb qarab tursizlar? Vussizlarni!"
degan peti cheriklarning ustiga ot selib, ularni qamchilashga boshladi. Uningdan ruhlangan Alamanmu birdilla harakatga kelib cheriklarga tashlandi. Mundaq bo'lishini kutmagan cheriklar huduqib ketib, o'zini o'ngshab bo'lgacha yiliqi Mo'ng'ul qamchisining zarbasidan 3-4 yiqildi. Qolganlar hoyt-hoyt deguncha to'p ichida dassilib ketdi. Qo'llaridagi miltiqlarga ega bo'lolmadi. Bu cheriklarning ikkisi Uyg'ur edi. Hoji otdan sakrab tushib, shopurut birining yoqasidan oldi-da, "Qilmag'ininglar shu qildimi, ha?" deb silkishladi. Yiliqi cherik, "Hocam, bizning gunoh yo'q. Biz Liu Sijangning buyrug'i bilan..." "O'lomode, nima deb buyruq qildi?" cherik Liu Sijangning Qumul diyoridagi hamma tuz konlarini o'z ilkiga o'tkazib olib, bozorda 3 tuz do'koni ochganligini. Hamma kishini kerakli tuzni shu do'konlardan olishga buyurganligini. Ammo Xuyjingdagi aholining tuzni hozirgacha bu do'konlardan olmay, Liu Sijangning tuz savdosiga ziyon yetganligini. Shuning uchun bugundan boshlab Xuyjing shahridagi uylarni oqtirib, bir chimdim tuz qo'ymaslik, hamma tuzli qapoqlarni chiqib tashlash to'g'risida buyruq berganligini duduqlab turib aran bayon qildi. "Ha, tuzingni yeb, tuzliqni chaqay degan shu ishkanda? Hey, tuzkorlar modila. Man, ko'zimni yo'qot. Janguydanga berib it. To'la haddidan ochmasin." dedi hoji. Ondan cheriklardan tortib olingan miltiqlarni Manglik Niyozga ko'rsatib, "Ma'u ko'saylarni o'rdiga ilib ba." deb buyruq qildi. Bosh ko'zi yerilib to'pig'i milangan 8 cherik utirayotgan qimarvozlardek solib yeyishib, xalq to'pining masxirilik kulgilari ostida Luching, ya'ni hukumat yomonlari bilan harbiy qo'shinlar joylashgan shahar tarafga qarab mengishdi. Ular 200 qadamcha yiroqlashganda orasidan biri, ehtimol cho'ng bo'lsa kerak, orqada qolgan xalq to'pig'i mushtini ko'rsatib birini tukirdi. Manglik Niyoz bilan boshqa yigitlar buni ko'rib, ularni qo'g'lamoqchi bo'ldi. "Voy, bolalar, paylanglar deyininglar. Hamma ishning yo'li bilan bo'lg'in yaxshi", deb varqiradi Qosim polvon. Shu arada to'pning orqa tarafidan kimdir birining "Oy, jamoat, menga qaranglar!" degan xitobi anglandi. Kulrang shilapasini dingaytib kiygan chashqan burut, bir ko'zi alas kishi bo'zqichir ustida qang'ir o'ltirib, burniga tushib qolgan ko'zoynagini tuzatgach davom qildi. "Ko'ryapsizlar, jamoat! Ulug' Chingan hojamdan ayrilib, nima kunlarni ko'ryapmiz? Cho'ponsiz qolgan podidek bo'ri iyiqlarga yem bo'lyapmiz. Ha desalar, Shamaqstvon bizni ezib ketdi deytdinglar. Endi-chi, bu Xitoylar bizga nima kunlarni ko'rsatadi? Har qancha qilgan bilan Shamaqstvon hech kimning tuzliqini chaqmagan bo'lg'iydi. To'xtasizlar begim. Nima da'vatidilar? Shamaqstvon tuzliqimizni chaqmagan bilan yiligimizni chiqib yo'rg'an. Ha, bu begimmo Shamaqst ordusidagi yilik sho'rpisiga sherik bo'lgan. Yegan eg'iz o'ylibdi degan rost gap ishkanda. Bir yaxshining qadriga yetmas, bir yomonni ko'rmigicha. Tug'in Chingan hojamning to'psini ko'zinglarga surtgidek bo'lsizlar dexe. Hey, to'lib olaqsizlar? O'zlaza Xitoy amaldorlaridan Shamaqst yaxshiroq edi demakchimi? Oq it, ko'k it, hammasi bir it. Shu asnoda ishga yasovul yugurgan beti kelib, Xo'janiyoz hojiga salom berib, uni Yusuf Tayjining chaqirayotganligini aytdi. Xalq to'pi cheriklar chechayotgan tuz parchalarini terishtirib turganda, "Mazardan putungni yig', podshohdan tilingni datikan. Tajibak hojamning oldida o'shiq gap qilmisizlar hoji. Bugun oqshom bizning uyda qo'nsalar, zarur gaplarim bor", dedi hoji etig'i meni o'tib. "Endi Yusuf Taji bilan nima deyisharmizkin? Haqachon menga yaxshilik yo'q." Biroq Yusuf Taji o'zining o'rdidagi ishxonasida hojini ochiqchiray qarshi elib o'ltirishga taklif qildi va uningdan gap so'rab turmasdan mundoq dedi: "U murtatlarning adibini berib obdan qitsiz. Bu cheriklarning payliga qaraganda, bugun tuzliqimizni chaqqan bo'lsa, ati beshimizni yonchiydigan o'xshaydi. Endi obdanroq qo'g'danmasak bo'lmag'idak."
Ondan Yusuf Tayji Xo'janiyaz hojidan o'rda palvonlarining soni, sifati va qurol yarog'iga doir ishlarni so'rab, palvonlarning sonini biror yuzga yetkazish. Ularga tegishli harbiy ta'limni kuchaytirish kerakligini ta'kidladi. O'rdada qanchalik desa, shunchalik qurol borligini eskartdi. Jivakirib kelgan bu Tayjining vazminlik bilan so'rgan har bir savoliga adab bilan javob berib o'tirgan hoji uning xiyolchan chiroyiga pat-pat qarab qo'yadi. Qiziq ish. Van ordisining cho'ng Tayjisi bo'lgan bu odam bugun meni rosa uchiqlaydigan bo'ldi desam, yo'chili gaplarni qilyotdi-ku. Shu arada ma'lumotchi bey ijozat so'rab kirib, Liu Sijangning bir to'p muhofizachilar bilan o'rdiga qadam tashrif qilganligini ma'lum qildi. Yusuf Tayji bu chaqirilmagan mehmonning tuyuqsiz qadam tashrif qilishi bayroqda suv qovuqda bo'lgan voqea bilan munosabatlik ekanligini darhol tushundi. Chig'i hojiga ma'nilik qarab qo'yib, mehmonning oldiga chiqdi. Uni o'rdining kutumxonasi oldida kutib oldi. Liu Sijang ikki muhofizatchisi bilan kutumxonaga kirib o'tib, Yusuf Tayjining ehtiromiga javoban ko'kirib ketgan kolpiklari orasidan qaridab ketgan shalong tishlarni ko'rsatib, so'qiqqina hijib qo'ydi-da, tarmashdik o'riq barmoqlari bilan engikini tirab bir asnab oldi. Hay kasobat. Bozordagi gap so'zlar rost ekan-da. Qopoqlaring ishib, ko'zlarining qizirib ketganligidan butun kechini apyon chekib, buzuqchilikda o'tkazib, tush peshinda o'rnidan qopqanliging bilinib turibdi. Necha ming cherikka qandoqmi bosh bo'lgansan? Yusuf Tayjining sizni kiring degan gapi hojining xiyolini uzib qo'ydi. Mening bundoq tuyuqsiz kelishimning sababi o'rdining Mo'ysip Tayjisi janoblariga ma'lum bo'lsa kerak. Yana bir vajidan aytganda, gap shaqlab ketmasin deb, oraga elchi qo'ymaylar shaxsan o'zim keldim. Qandoq bo'pti? Qo'l qovushtirib turgan o'rda to'ngchisi bu gaplarni o'rib bo'lgandan keyin Yusuf Tayji gavdasini o'rindiqning yo'lanchigiga tashlab, "Sijang janoblari bak javobdi" deb qisqada javob berdi. Liu Sijang sipoyilik bilan yana gap boshlab, suv qovuqdagi voqeada o'rda Tayjisining javobgarligi borligini, bu ishni o'rimchiga ma'lum qilib, javobgarlikni boshqadan surishda qiladiganligini aytib, hozircha cheriklarni urgan va ularning qurollarini tortib olgan o'g'irlarni jazolab, 8 tal miltiqni darhol topshirishni talab qildi. 8 tal miltiqni akasingiz bo'ladi. Ammo cheriklarni urgan kishilarni jazolashdan burun bu voqeaga sababchi bo'lgan cheriklaringizni qattiq jazolash joiz. Biz musulmonlar tuzni iymon qatorida muqaddas bilamiz. Sizlar tuzimizni yeb, tuzliqimizni chaqsanglar, buningga qandoq taqat qilg'ili bo'lsin? Siz janoblari bu ishda sening javobgarliging bor deysiz. Barhaq. Shundoq, afsuski, voqeaning ustida o'zim bo'lmay qoptiman. Bo'lmasa, Puhroning tuzliqini chaqqan qo'ling shumi deb, cheriklaringizning qo'lini sundirib, ondan oldingizga opirib bergan bo'lardim. Hoji mushjib qolgan bu qayri Tayjining so'zlaridan faxrlanib, Liu Sijangning yenida o'ri turgan ikki muhofizatchi cherikka mag'rur qarab qo'ydi. Liu Sijang Tayjining so'zlarini anglab, o'rnidan dast turdi-da, qo'llarini asabiylarcha pulanglatib mundoq dedi. Tayji, o'shingizni yig'ing. Hozir qumulvonliqqa o'ldi. Siz quruq so'ngakni quchoqlab yotmang. Qumulvonliqqa o'lgan bilan Qumul xalqi hayot. Sizmi ho'shingizni yig'ing. Kimki Puhroni dafsanda qilsa, uning oqibati pushaymonlik bo'ladi. Bu so'z bilan Tixoma asabiylashib ketgan Liu Sijang burnidan g'alati bir xil tovush chiqarib, g'azab bilan yerni tepdi-da. Qani ko'ramiz. Kimning oqibati pushaymonlik bo'ladi ekan? degan peti o'rnidan turdi. Yusuf Tayjining buyrug'i bilan o'rda navkarlari yiliqi 8 tal miltiqni uning oldiga akilib qo'ydi. Shu oqshimi Xo'janiyaz hoji o'zi turishli qo'ylining to'r tarafidagi hujrada kirsin lampa yo'riqida o'tirib, baya Liu Sijang bilan Yusuf Tayji o'tirsida bo'lgan gap so'zlarni Qosim polvonga hikoya qilib berib, oxirida mundoq dedi. Yusuf Tayji burunmi yomon odam emas edi. Uning bugungi gaplari meni texmi hayron qoldirdi.
Yana bir hisobda bu ordu beglarining gap so'zi bilan yurish turishiga qarab bir nimani tushungandek bo'lib o'taman. Yakandiki chog'da bir anjolliqdan kiyimiga tushganlarning umidi bir degan maqolani anglagan edim. Yangi Jangjongning tutgan yo'li baglarning zitiga tegib qo'ygan o'xshaydi. Endi bag hojamlarmi yerlarini mo'g'a oldirib, puhralarga o'xshashla hukumat sanglarga osh qo'yimiz bo'lmaydigan holga tushib qoldi. Ularning burunqidek o'zi xon, o'zi bag yuradigan zamonlari kelmasga ketidi desizlar endi. Bo'lmasa, azaldan ordu beglari bilan puhraning piydi pishmaydigan tursa, Yusuf Tayji qanday qilib puhra tarafda turdigan bo'lib qoldi. Rost aytila hojim. Bizning tog'larda yig'i kelsa, elning yig'isi bir bo'lur degan gap bor emasmi? Bu cheriklar hammaning beshiga kelgan bir balo bo'ldi. Tog'dagi do'rg'ilarmi bu hukumat cheriklarining qo'li bilan suyimizni siqib ichadigan o'xshaydi. Sho'maqst hayotgohda hech kim bizni oni etalmagan deyishyotidi. Bu gapning xeyli jini bor. Yo'q, ularning bu degani to'g'ri emas. Bu hukumatdan Sho'maqst yaxshiroq edi degan gapga o'lsammi qitilmayman. Sho'maqstning qilganlarini unutib qoldilarmi, ha? U hozirgacha tirik bo'lgan bo'lsa, Qumul xalqi yana nima kunlarni ko'radi ekan tang? O'g'o shundoq. Ammo o'z musulmonlarimizdan bir kishi vang bo'lsa, bular bizni munchola oni etalmasmikin deyman, ha? Hay. O'zlaza yo'chulli gaplarni qiladi ekanlar. Mubada Sho'maqstning o'g'li apkunkash nazarga vangliq tegib qolsa, o'za men musulmon deb puhrani oyab qo'yami? Buni o'ylab baxtilarmi? U gohda ko'tarolmasang sangiltib ol degandek, bir yonda cherik, bir yonda nazar. Puhrani nima deyishvorchiliklarga solmas. Buni o'ylab baxtilarmi? Men yaqin yurtlarda yurib, nurg'un ishlarni ko'rdim. Bu qalmoq, bu Xitoy, bu musulmon degan gaplar odamning yaxshi yomonligining belgisi bo'la olmaydi ekan. Temir akamni Jangjongga tutib bergan lidorinmi musulmon emasmidi? Ha? Akillari rahmatlik Niyoz Polgonning qinini to'kkan Sho'maqstmi? Taqvodor musulmon ham o'z qumulliq Uyg'urimiz emasmidi? Yusuf Tayjida kishilar yurt ko'ngli bo'lsin-ku. Bu boshqa gap. Ammo hozir hech kimga vangliq tegmaydi. Hammamiz bir yoqidan bosh chiqirib, Agal, Mao Liu Sijang degan chirkinni o'zining lolmi cheriklari bilan qumuldan haydab o'tish kerak. Ha? Qanday qilamiz deydilar? Xo'janiyat hoji o'zining o'ylaganlarini tafsiliy bayon qilib, oxirida mundaq dedi. O'zlarga aytadiganlarim shu. Men o'zim taqi chiqolmayman. Cho'nglarga berib isila. Qavul merganlarni tanlab turg'ay. Qoral yarog' o'rdida bor. Yusuf Tayji bizga yo'lak bo'ldi. Atisi tong etishi bilan Qosim polvon xo'shishib taqqa oldirash yurib ketdi. Biroq oradan 2 kun o'tganda Yusuf Tayji nazarning Urumchidan yo'llagan bir jiddiy telegrammasini topshirib oldi. Bu telegrammada o'rdidagi qurol yaroqlarni o'q dorilar bilan qo'shib Liu Sijangga topshirish. O'rdini muhofazat qilayotgan polvonlardan 5-6 ni qoldirib, qolganlarini o'z uylariga qaytarish. Polvon beshi Xo'ja Niyozni nazarband qilish va uningga Yusuf Tayjining shaxsan o'zi mas'ul bo'lish buyruq qilingan. Agar bu buyruqqa xiloflik qilinsa, Yusuf Tayjining qattiq javobgarligi tortilganligi eskartib qo'yilgan edi. Yusuf Tayji atsi o'rda baglarini yig'ib kengash o'tkazdi. Baglarning hammasi degudek tirnoqini totalab turishdi. Faqat Nazarning o'z beshinchi o'g'li Bashir dadamga o'zim javob qilaman deb 30-40 tal miltiqni ilib qolmoqchi. Buni o'zining choparmanlariga tarqitib bermoqchi bo'ldi. Uning rayiga hech kim qarshi chiqa olmadi. Nazarning buyrug'i yetib 3-kuni kech quriligi o'rdining tashqarqi saynosida to'xtatib qo'yilgan temir chaqli qorvularga oxirgi miltiqlar bilan o'q sanduqlarini besayotgan o'rdi navkarlarni toshpalampay ustida ko'sib turgan Liu Sijang qoqirning bo'ynidek inchki bo'ynini so'zib Yusuf Tayjiga g'alati yeyib qo'ydi.
Uning bu harakati bilan tang beshig'i keng qasqonliq shapga, putiga harbiy o'tik kiyib, yoqasiga yingjangliq belgisi taqilgan yo'lvoz sal egilib darhol uning oqsiga qaradi. Liu Sijang yo'lvozga qaramay turib, "Yavdaren, Teji janoblardan so'rang. Endi Qumul diyorida uzungacha tinchlik hukm surdi deb ishonsam bo'lamdi." Yo'lvoz bu gaplarni uyg'urchaga o'rib Yusuf Teji bir nimadan yirgangandek uningga ta'tir qarab oldi. Gap tugash bilan tangla nepiz nilrang mo't pariji tonining yengini qiqib turib, "Yo'lvoz begim, hojingizga ayting. Qumul diyori tinchlikqa Liu Sijangdan bakrak muhtoj. Endi tinchlik bo'lish bo'lmaslik Liu Sijang janoblarining payliga bog'liq." Bayatın başları sangılab, qapaqlari tushib ketgan ordu muhofizatchilari bu gapni anglash bilan bir-biriga qarab kulimsirashdi. Ularning orasida buyruq bo'yicha uyiga qaytariladigan ordu palvonlarining eng oxirgisi bola Margan Manglik Niyozmi bor edi. U o'zidan bir qadam nerida turgan Xo'ja Niyoz hojiga nimanidir demoqchi bo'lib bo'ynini so'zganda, hoji ko'z ishorati bilan uni to'xtatib qo'ydi. Tuyuqsiz gurkirab chiqqan ko'z bo'rni bilan osmon palagi ko'tarilgan chang to'zon hamma yoqni qoplab ketdi. Tömür harvularning orqasidan bir to'p otliq cheriklar bilan ketayotgan Liu Sijangmu chang to'zon ichida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shu ko'z bo'rini bu xabarni ishik to'ngliklardan hamma uylarga akirgandek, shu oqshimi shahar va yaqin yezilardagi aholining hammasi bu ishlardan xabardor bo'ldi. "Mana endi tugashdik. Yangi Jangjong ichkirdan ko'chmani chiqib, yer ziminlarimizni shularga o'lashtirib bergudak. Agah bo'lasizlar. Bundan keyin namoz jumani to'plashib o'qimayli. Cheriklar biz musulmonlarni qatl am qilishning fursatini izlayotgudak. Xudoy taolo undaq kunlarni harom qilg'ay. Rahmat Kingan xo'jam hayot chog'da Bejin xonning amaldorlarimi peshonimizga taq qilib chekib baqqan emas. Endi bu cheriklarni qaramamdigan. Bo'lakchilar haddidan ishib ketdi. Voy xudoyim-ay. O'zimizning tug'ilib o'sgan yurti endi bizga do'zax bo'lgudak-ku. Dedi bir boy uningga javoban yengi bilan ko'zini surdi. Bu kunlarda Xo'ja Niyoz hoji buyrug'i binoan nazarmand hisobida Yusuf Tejining ko'tirmalik o'rdisi yenidagi bir uyga ko'chib kelgan edi. Uning yaqin mahrimi bola Margan Manglik Niyoz ata o'z yurti Shopulga qaytmoqchi. Shunga bo'ron chiqayotganiga qaramay, hoji uni hujrasiga chaqirtib kelib, necha kundan buyon bo'layotgan ishlarni Savi to'rg'i boshliq hamma haqida tafsiliy so'zlab berishni uningga topshirib Shu asnoda qayri xizmatkor kirib, Yusuf Tejining hojini chaqirayotganligini aytdi. Hoji ko'tirmalik o'rdining so'l qanotidagi hujraga kirganda, Yusuf Teji ko'zlarini sal qisqan holda to'rt burchaklik shira ustidagi yo'g'on kirsin lampaga qarab tasviy serib o'ltirdi. Salom sahatdan keyin Yusuf Teji mundaq dedi: "Endi bular ish bo'ldi. Tog'dan sado chiqmoqcha shaharda hech nima qilg'ili bo'lmaydi. Siz mening bo'sog'imdan daljimay turing. Bo'lmasa, har ikkimizlar gapga qolamiz. Tog'dan xabar kelsa, ondan bir nima deyishamiz." Tejibek hocam xotirjam bo'lg'ay. Men o'zlarni hargiz yerga qaritib qo'ymayman. Shuningdan keyin shaharmo, yezilarmo jimjitlikka cho'mgandek bo'lib qoldi. Ammo kishilar orasida pichir-pichir gaplarning ulg'uyib ketishi, ularning hukumat yomg'irlar bilan aloqasi yaqin odamlarni ko'rganda gapni boshqa yoqqa burab ehtiyotchan bo'lib qolishlari. Bu jimjitlikning qandoqdir bir dahshatlik vahimaga homiyli ekanligidan derak berib turadi. Degandeklar uzun o'tmay tog'da boshlangan guldirmama butun Qumul diyorini zilzilga silib, Liu Sijang umid qilgan tinchlikni o'ngtay-to'ngtay qilaverdi. 6-bob pichoq sumaga yetganda. Tayoq jondan o'tib ketganda, jodigar valo amning eshigi zuvonga kelib, voy dod deb tashlagan. Tavrat rivoyatlaridan. Manglik Niyoz tarqitib etilgan o'rda palvonlari qatorida miltiqdan ayrilgandan keyin, xuddi bir nimasini yutirib qo'ygan kishidek
ko'ngli g'ash, o'zi xomush holda shahardan o'z yurti sho'pilga qarab otliq yo'lga chiqdi. Qarigir dönen yurt ichidan chiqib, edirliqlar orasidagi shig'illiq harbi yo'liga tushganda, ehtimol taqsi uprab qolganligidan bo'lsa kerak, oyoqlarini sal oyab dastlashga boshladi. Manglik Niyoz bo'lsa, uni sezmagandek, necha vaqtdan miltiqi o'ginib qolgan mo'risini pat-patla silab qo'yib, o'z xiyollari bilan band edi. Voy Izzat, bir qismida ish bo'lib ketdi-ku. Miltiqdanmi ayrildik? Qolgan beshidanmi? Buning oyog'i nerdan chiqarkan? Biroq taqi yiqilishgan siri dimoqqa urilishga boshlagan salqin taq shamollari uni har xil xiyollardan uyg'otdi. U endi cho'nqur nafas elib, oldida ko'rinib turgan osmon palak qorliq tog'lariga, xuddi ularni tunji qidim ko'rayotgandek yiris bilan qaraydi. Shu qorliq tog'larning yonbag'ridagi qator-qator qarag'aylar, yovi olma, o'rik, qariqat, siriq, bo'ljirgan va shuningga o'xshash tog' mevalari bilan to'lib toshgan keng dalalar. Büyük baraqsan tog' teraklari, erg'ay, orcha va qirchin tog'lar orasida sayrayotgan xilma-xil qushlarga jo'r bo'lib, tashdan tashqa urilib yiqayotgan tog' suvlari. Xuddi shu tog' suvlaridek sho'x, qariqash qiz bilan birga o'ynab o'sgan bolalik chog'lari. Bo'libmi, u qizning teqimiga tushib turadigan sumbul sochlari bilan gap qilmayla villada qizirib ketib, yerga qarab olganda shahlo ko'zlaridan lip qilib yepib oladigan tikandek kirpiklari. Mana shularning hammasi kechicha uning yuragini g'itiqlab chiqqan bo'lsa, mana endi birdamlik ko'z oldida namoyon bo'lib, uni o'ziga tortayotgandek seziladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u qarigir dönenning sag'risiga ixtiyorsiz qamchi urib tashladi. Qarigir dönen uyqudan uyg'ongandek bir yo'lqinib etib, qiygan qalamdek chiroyli quloqlarini dim qildida, bo'ri mengishi bilan olg'a qarab ilgirlab ketdi. Manglik Niyoz ot ustida qo'ynidan bir qora tugunchakni chiqarib, uni avaylab ochdi. Cho'risiga seriq mashut yeb bilan ushaq hari tishlari, bir burjikiga qizilgul bilan kepenak surti kashtalangan qora tovar yog'liq ichida har xil rangdagi 6 tilda mashut yeb va bir dona atir sopun turadi. Hay, bizni qo'ypaylimiz. Qachongacha tugining mayqidek chechilib yurmizkin tam. O'zingmi bilasan-ku, biz haq ahli ayollarımızga çekilgan kishini pek yaman ko'ramiz. Mundaq qaqda xun to'kiladigan ishlarning chiqib kelishi hech gap emas. Hay, qara seni. Ot qilamdi, eshak qilamdi,